Arif Xo'jayev haqida. Arif Xo'jayev bilan bu haftamiz ozgina passiv ravishda o'tdi. Ba'zi hollarda taomlarni tayyorlab bera olmadim. Buzilishlar bo'ldi, lekin bu buzilishlar doimiy buzilishga olib kelishi kerak emas. Biz buni sekin astalik bilan to'g'rilab o'tib ketdik va bu haftalik natijamiz 700 grammni tashkil qildi. Ya'ni 88 kilodan 87-35 natijasiga tushdik. Ya'ni shu natijani ko'rsatdik. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bunga asosiy sabab harakati deb o'ylayman, ya'ni sport bilan bog'liq deb o'ylayman, chunki ratsionda ko'p ham doimiy ravishda bo'lmadi, lekin vaznda ketish bo'ldi. Demak, Arif Xo'jayev sportni yaxshi yo'lga qo'ydi bu hafta. Defitsit kaloriya bo'lishligi uchun nafaqat taomingiz, balki harakatingiz ham aktiv ravishda bo'lishi kerak. Va bu harakatlaringiz evaziga siz bemalol kilolaringizdan kamomad qilishligingiz mumkin.